Arktika ovchilari bo'rilarni qurolsiz o'ldirgan, faqat pichoq va muz bilan. Ular o'tkir pichoqni olgan. Hayvon qonini lezviyaga qatlama-qatlama surtib muzlatgan. Pichoq qizil muz bo'lagiga aylanguncha. So'ng uni qorga, lezviyani yuqoriga qaratib sanchib ketgan. Bo'ri qon hidini uzoqdan sezgan, yaqinlashgan, yalay boshlagan. Muzlagan qon tilda erigan, shirin, mazali, xavfsizdek. U qattiqroq yalagan, tezroq, lekin qon ostida lezviya. Til kesilgan, bo'ri issiqlikni sezgan va yana yalagan. U tushunmagan, endi o'z qonini ichayotganini. Ertalab ovchilar qaytgan. Eng xavfli tuzoq bu zavq. Seni sekin yo'q qilayotgan narsa avval doim shirin ko'rinishi mumkin. Lekin bu hali eng qo'rqinchli qismi emas. Olgan qismini psixo sirlarda qoldirdim. Chida olsang kir. Link bioda.